Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçiler. Yaxşımsızlar? Dünya Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga hammanglar xush kelibsizlar. Mən İftihar Abdurashid. Bugün peyshanba. Hörmətli körürmənlər, tövəndə diqqətinglar günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Növbətdə Türkiyədə ziyarəti olub atqan Dünya Qurultayı İcraiya Komitetining raisi və Uyğur Kişilik Hüquq Quruluşunun direktori Ömer Qanat əpəndim Türkiyədə aktiv fəaliyyət elib berib atqan Dünya Qurultayı vəqfəsinin raisi Abdurashid Abdulhamid əpəndimning bevosita o'rinlashtirishi bilan 23 avgust kuni İstanbulda Dünya Qurultayı vəqfəsinin idora heyət a'zolari və Qurultayning Türkiyə vəkilləri bilan maxsus söhbət elib berib, ularga Uyğur davosining xalqarodagi, bo'libmi Amerikadagi taraqqiyot yuzlanishi haqida ma'lumot berish bilan birga, Qurultay vakillarining Uyğur masalasining navbatdagi ahvol haqida so'rgan turli savollarga javob berdi. Ömer Qanat əpəndim söhbət qilgan so'zida oldi bilan hozir qadar Dünya Qurultayının xalqaro sahnalarda ilib berayotgan turli faoliyatlarni butun kuchi bilan qo'llab kelgan va Qurultayning Turkiyadagi Uyg'ur qarindoshlarimiz orasidagi ijobiy ta'sirini kuchaytirish uchun tirishchilik ko'rsatib kelgan Dünya Qurultayının Turkiyadagi butun fidokor vakillariga Qurultay raisi Dolqin Isa əpəndim nomidan alohida rahmat aytish bilan birga, navbatda Xitoy hokimiyatining chet ellardagi Uyg'urlarga qaratgan chegara halqon bostirish siyosatidan uzluksiz kuchaytayotgan chet ellardagi Uyg'ur qarindoshlarimizning vataniga urug' tuqqanlarini ko'rib kelib, ularni milliy da'vodan voz kechish qistavot chet ellardagi Uyg'urlarni vatanga berish qiziqtirish orqali ularni o'zlarining razil tashviqot uchun xizmat qildirishga urinayotgan va butun ishki tashqi tashviqotlarni safarbarlikka keltirib, Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarni aqlashga urinayotgan halqiliq bir paytda Qurultayning butun vakillarining siyosiy jihatdan yuksak darajada sezgir bo'lib, Xitoyning bu xil razil o'yiniga qarshi xalqimiz ichidagi milliy tashviqotni yanada kuchaytirishning va har qaysi ellardagi qarindoshlarimizni Xitoyning o'yiniga qarshi safarbarlikka keltirishning to'liq zarur ekanligini alohida ta'kidlab o'tdi. Shu kuni söhbətdən keyin istansimizning telefon ziyoratini qabul qilgan Dünya Qurultayı vəqfəsinin raisi Abdurashid Abdulhamid əpəndim bu qatim İstanbulda o'tkazilgan söhbət yig'inining ahvoli haqida ma'lumot berib mundaq dedi. Assalomu alaykum. Bugünkü bu kutib olish marosimimizda Ömer Bey Dünya Uyg'ur Qurultayıningki xalqarodagi o'rni, undan keyin hozirgi qilgan faoliyatlari qo'lga keltirgan utuqlari, bundan keyingi qilmoqchi bo'lgan xizmatlari va shunga o'xshash nurg'un masalalar ustida, masalan, Argentinadagi sud masalasi, majburiy emgakka munosabatlik Amerikada tayyorlanayotgan qonun loyihalari va boshqa Xitoyningki nurg'un shirkatlarga Amerika, Kanada va boshqa davlatlarda mecburi emgak tüpeyilden uygulanayotgan embargonunki ta'sir ko'rsatishga başlayotganligi ve bundan yani nurg'un shundoq ishlarni ilib berilganligi, shunga o'xshash Dünya Uyg'ur Qurultayıningki vakillari bo'lish sifati bilan Turkiyadagi Dünya Uyg'ur Qurultayini har zaman qo'llab-quvvatlab aqsh turib kelayotganligi, bundan kuch-quvvat ilib texmo jasorat bilan ko'p yaxshi xizmatlarni qilishga turtki bo'layotganlik to'g'risida so'zlab o'tdi. Undan keyin Qurultay vakillariningki talab, taklif, bular yak savollar bo'lsa, shularga javob beray degan shaklda suhbat bo'lib o'tdi. Nayti qizg'in kayfiyatda o'zaro samimiy bir muhitda nayti yaxshi bir uçuruş bo'ldi. Bu asosliqi mushu. Angliya Telegraf torining 21 avgust kuni bergan xabarda aytilishicha, Angliya tashqi ishlar ministri James Cleverley bu oyning oxirida Xitoyga ziyoratga boradigan bo'lib, ziyorat jarayonida u Xitoydan Uyg'ur irqi qirg'inchiligining Angliya parlamentida qabul qilinishida boshlamchilik rolini o'ynagan Angliya parlament a'zolari qo'yilgan jazo cheklamasini amaldan qoldirishni talab qilgandan boshqa, Hong Kong vaziyati va Uyg'urlarning keng ko'lamda turma lagerlarga qamalish masalasini o'ttirib qo'ydi ekan. Buningdan ilgari Angliyaning sobiq tashqi ishlar ministri Liz Truss Xitoyni tahdidlab qarab, Xitoy hukumatiga qattiq pozitsiya bildirgan edi. Xitoy hukumati Uyg'urlar masalasida Xitoyni tanqidlagan Angliya parlament a'zolarini Xitoy kirmaslik, Hong Kong kirmaslik, Xitoy bilan savdo qilmaslik degandek cheklimlar bilan jazolagan edi. Angliya tashqi ishlar ministri James Cleverley Angliya parlament avam palatasida qilgan so'zida bu ziyorat haqida mundaq degan. Tashqi ishlar ministrining vazifasi qarshi fikrdagi hukumat bo'lsa-mu, chet el hukumatlari bilan ko'rishish. Bunda qilishdagi maqsadimiz oradagi ixtilofni ko'tarib chiqish. Meyli Şinjan, Hong Kong yoki parlament a'zolarimizning jazo cheklimasiga uchrash masalasi bo'lsa-mu, men bu masalani ta'kidlayman.
Mən hər qatam Xitay hökuməti vəkilləri bilan görüşkəndə bu məsələlərni o'ttirib qoyub keldim. Həm davamlıq şundaq qilaman. Dünya Qurultayının rəisi Dolqun İsa əpəndim bu münasibət bilan istansımız qılğan sözüdə 2021-ci il 4-cü ayının 22-ci günü Uyğur irqi qırğınçılıq qararı köp talaş tartışlardan keyin Angliya parlamentida qabul qilingandan keyin buning Yevropadagi boshqa davlatlar ko'rsatgan ta'sirining nihoyat kuchli bo'lganligini, buningdan ilhom olgan Litvaniya, Chexiya va Belgiya parlamentlarının mı Angliya parlamentinin qararı ulapla şu yili arqa-arqadan Uyğur irqi qırğınçılığını qabul qilib qarar ma'qullaganligini, buningdan qattiq cho'chigan Xitoy hokimiyatining darhol Uyğur irqi qırğınçılığı qarar loyihasini tuzib chiqib parlamentga sunishda boshlamchilik qilgan Nusrat Xani boshchiligidagi bir qism parlament a'zolariga embargo qo'yganligini e'lon qilganligini, ammo Angliya parlamentining insonparvar parlament a'zolarining Xitoyning bu xil hujum va besimlarga pisand qilmay Uyg'urlarni qo'llashni toki bugunga qadar izchil davomlashtirib kelganligini eslatib o'tdi. Ve bu fırsatdan faydalanıp Angliya parlamentidagi cesur parlament a'zolariga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan tekrar minnatdorlik bildirganligini ifoda qildi. Dünya Qurultayı London ishxonasining direktori Rayma Mahmud xonimmi bu munosabat bilan qilgan so'zida Angliya tashqi ishlar ministri James Cleverleyning yuqorqi bayonlarini qizg'in qarshi olganligini bildirdi. Qashqar shahrining tarixdan buyon Ipak yo'lining muhim tuguniga joylashganligidek jo'grafiyalik ham strategik o'rni, uzoq asrlik tarixiy taraqqiyotlar jarayonida binokorlik va o'ltiroq mahalla qurilishida aks etgan mol madaniyat quruvchilari bilan dunyoga dongliq fotograflar, ekspeditsiyachilar va sayohatchilarning diqqatini tortib kelganligi ma'lum. Nepal va Tibetlarda tortgan tarixiy suratlari bilan dunyoga tanilgan amerikalik fotograf Kevin Bobriski 1998-yili Qashqarga borgan bo'lib, Qashqarning ko'chalari, bazarlari va osh vaqtdagi Uyg'urlarning qaynam toshqinliq cho'mgan hayot kartinalarini suratga tortgan. Kevin Bobriski apandi yaqinda 25 yil burun Qashqarda tortilgan suratlarni tarkib topgan Uyg'urlar Fajiyadan burungi Qashqar nomli fotosuratlar to'plamini butun dunyo bilan o'rtoqlashdi. Mazkur to'plamga yana amerikalik antropolog Drew Gladneyning Qashqar va Ipak yo'li, Xitoyning bir balvoq bir yo'l tugini nomli ilmiy maqolasi va Amerikada turishliq Uyg'ur shoiri Tahir Hamid Izgilning she'rlari kirgizilgan. Tahir apandi yana bu to'plamga kirish so'z yozib bergan. Mazkur to'plam inglizcha, uyg'urcha qo'sh tilda nashrdan chiqqan bo'lib, to'plamga kirgizilgan tekst, maqola va she'rlarning amerikalik antropolog va uyg'urshunos Darren Bayler tarjima qilgan. Kevin Bobriski apandi mazkur to'plam haqida Erkin Osiyo radiosining maxsus ziyoratini qabul qildi. O ayni vaqtdagi Qashqarga berish safarini eslab, o'zining Qashqarga oshiq bo'lib qolgan ikki yaqin do'stining tavsiyasi bilan Qashqarga borganligini va o'zining borgandan keyin Qashqarning ko'cha mahallariga, xushxuy insonlarga, u yerdagi jo'shqin hayotga oshiq bo'lib qolganligini anglatdi. O'sha vaqtdagi Qashqarning manzarasi, imoratlari, kishilari, taomlari, ya'ni hamma narsalar shunchalik mol madaniyat bilan yo'g'rilgan. Şoň men aparatimni ilib Qashqarning ko'chalarida, Yetka jamoasi atrofida, Appaxo'ja mozorining cho'rilarida aylandim. Ko'rgan hamma narsalar meni jalb qilatdi. Men hech bir narsaga siyosiy yoki jamiyatshunaslik nuqtasidan qaramadim. Faqat aparatimni diqqatimni tortgan obyektga to'g'rildim va xotir qoldirdim. 1998-yili men o rasmlarni tortgan vaqtimda men faqat o'sha zamonning ichida edim. Faqat atrofimdagilardan qurbatimning yetishicha xotir qoldirishga tirishdim. 1998-yildan keyin men qayta Qashqarga berib baxmadim. Şoň hozirmi mening xiyolimdagi Qashqar o'sha tortgan suratlarimdagi Qashqar. Ammo fotograf bo'lish sifati bilan yer joylarning yillarning o'tishiga egishib qandoq o'zgardiganligini bilaman. Mazkur to'plamga kirish so'z yozgan va shundaqli she'rlar kirgizilgan Tahir apandi o'zim Qashqarlik bo'lib, u mazkur to'plamning ratlanishi va nashrdan chiqishida boshdan oxir yordamda bo'lgan. O mazkur to'plamning mavzusi haqida to'xtalib, mazkur to'plamga kirgizilgan suratlar 2000-yildan boshlangan Qashqar koni shahar rayoni o'zgartirish qurilishidan burun, yana Qashqarning fojiasidan burun tortilingan. Qimmatli suratlar bo'lg'achqa to'plamga Uyg'urlar fajiyadan burungi Qashqar deb mavzu qo'yilganligini bildirdi. U yana to'plamga kirgizilgan suratlarning kategoriyalarga bo'linishi va uning ifodalangan mazmunlar haqida to'xtaldi. Kevin Bobriski apandi to'plamda ifodalangan mazmunlar haqida to'xtalib mundoq dedi. Bir tal surat ming ig'iz so'zdan ortiq narsani ifodalaydi. To'plamdagi har bir surat mening o'sha vaqtdagi hissiyotimni aks ettirgan. Yana mening aparatimning ko'zidan 1998-yildagi Qashqarning haqiqiy kartinalari. Men doim kelgusini o'ylab turib suratga tortilgan fotograf. Yana men o'sha vaqtning o'zida tortgan surat kelgusi nimalardan deydi. Ayni vaqtda tortilgan har bir surat kelgusida bir hujjat bo'lib hisoblanadi. O oxirida mundoq dedi. Mening Qashqarlik va boshqa yerlik kishilarga shuni degim bor. Mana bu sizlar.
Mana bu sizlarning Qashqarning 1998-yildagi manzaralari. Qashqar men ko'rishga muyassar bo'lgan haqiqatan jazbador va qaltis makon edi. Tahir Apandi oxirida mazkur to'plamning kelgusida Qashqar haqidagi muhim bir tarixiy material bo'lib qoldiganligini ta'kidladi. Xitoy iqtisodining chekinishiga ergishib, Xitoyning pay cheki bozori tushib, Xitoy pulining qiymati davomli tavallayotgan bo'lib, bu ahvolda Xitoy pulining dunyo pul muomala sohasida dollarga o'xshash inovat qozonishi nihoyat qiyin ekan. Bloomberg xabarlar torining 21-avgust kuni xabar qilishicha, Xitoy pulining 1 dollarga teng keladigan qiymati o'tgan haftada 7 yuan 30 sentdan halqagan bo'lib, o'tgan yildan bu yanqi eng to'van nuqtaga tushib qolgan. Xitoy bankasi qaytarma hujumga o'tib, dollarni paxal qilib sotadiganligini davron qilgan. Ammo hozir dollarmo ma'lum nisbat paxallashayotgan bo'lib, Xitoy taraf garchi qo'ldagi dollarni bir taraf qilib etsimi, Xitoy pulining davomli paxallashishini to'sab qala olmaydi ekan. Xitoy hukumatı Xitoy pulining qiymatini saqlab qolish uchun qarzning o'sim nisbatini tushirish usulini qo'llangan. Amerika bo'lsa o'sim nisbatini o'stirgan. Bu ahvolda Xitoy pulining qiymati yana 9% atrofida tuvallaydi ekan. Xitoy pulining 1 dollarga teng keladigan qiymati 7 yuan 50 sentga berib qoldi ekan. Xabarda ko'rsatilishicha, Xitoy hukumatı azaldan pul muomala sistemasini bir qo'lliq boshqarib kelayotgan bo'lib, burun bir mezgil Xitoy pulini paxallashtirish orqali savdoda naf olish taktikasini ishga solgan. Ammo bunday qilishning xatari bor bo'lib, agar Xitoy iqtisodiy bir qadar kuchli bo'lmaganda, Xitoy pulining kursi bir xil tushib ketib, iqtisodiy krizis kelib chiqadi ekan. Xitoy hukumatı ilgari Xitoy pulini Braziliya, Rossiya, Hindiston va Janubiy Afrikadan iborat kesak davlatlar ittifoqining kozir puli qilib, xalqaro dollarning o'rniga dastishga urinib kelayotgan edi. Navbatda Xitoy iqtisodi chekinayotgan bu vaziyatda Xitoy pulining kursi tushib, xalqaro inovatli pul birligi bo'lish ehtimolimi zo'r darajada tuvallaydi ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.